Birinchi bolasida kesareva qilingan ayollarning keyingi homiladorliklarida ham aynan bitta narsa bezovta qiladi. U ham bo'lsa, ayolning qariyb butun homiladorligi davomida qorin pastida sanchuvchi og'riqlarning bo'lishi. Shunaqa paytlarda ayollar chandig'im ochilib ketyapti deb juda ham qo'rqishadi. Kesar kesish operatsiyasi bachadonning pastki 1/3 qismida o'tkazilganligi uchun homiladorlik vaqtida ushbu bachadonning pastki segmenti cho'zilishi hisobiga shunaqangi sanchiluvchan og'riqlar bo'lishi mumkin. Bu degani, agar sizda bachadon chandig'i bilan og'riqlar bo'ladigan bo'lsa, uyda bemalol o'tiring degani emas. Bunda siz akusher-ginekolog ko'rivi va UZD tekshiruvdan albatta o'tishingiz lozim. UZD tekshiruvda chandiq nosozligi bor yoki yo'qligi tekshiriladi, chandiqning qalinligi tekshiriladi va akusher-ginekolog sizga tashxis qo'yadi. Ushbu videoni kesar kesish bilan bolasini dunyoga keltirgan dugonalaringizga yuborib qo'ying.